Mamlakatimizda qayta tiklanuvchi energiya manbalari, jumladan quyosh energiyasidan foydalanishga bo'lgan e'tibor yil sayin ortib boryapti. Davlatimiz rahbarining 2023-yilda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini va energiya tejovchi texnologiyalarni joriy etishni jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq Guliston davlat universitetida quyosh panellari o'rnatildi. Hozir shu haqda. Davlat oliy ta'lim muassasalarida 2023-yilda quyosh panellarini o'rnatish dasturiga asosan universitetda jami 825 kilovat quyosh panellari o'rnatilishi rejalashtirilgan bo'lib, hozirgi kunda 455 kilovat quyosh panellari o'rnatildi. Kunlik mana shu o'zimizni ehtiyojimizni 60% dan ortig'ini hozir o'sha quyosh paneli orqali bu ishlab chiqaryapti. Buni biz shunchalik hozir yana qo'shimcha davom ettirish rejalarimiz bor. Albatta bu narsani oxiriga yetkazamiz ishlarni. Guliston davlat universitetining yotoqxonasi va binolarning issiq suv ta'minoti uchun quyosh suv isitgichlari ham o'rnatildi. Ushbu quyosh panellarining afzalligi shundaki, kunning kunduzgi vaqtida quyosh panellari yordamida ishlab chiqilgan elektr energiyasi universitet foydalanayotgan ichki elektr tarmog'iga parallel ravishda qo'shiladi. Buning natijasida quyosh elektr stansiyasi ishlab chiqqan elektr energiyasi miqdoricha quvvat hududiy elektr tarmoqlaridan olinishi kamayadi. 3 ta blokka bo'lingan qismimiz hammasi quyosh panellarini o'rnatildi hamda hozirgi kunda ishlab turibdi. Hozir turgan joyimiz bosh binoning tom qismidagi o'rnatilgan shitlarimiz. Asosiy 2 ta blok, 3 ta blokdan asosiy qismi shu yerdan binolardagi xonalarga taqsimlanadi. Hozir kelgandan beri ishlab turibdi. Elektr ta'minoti bilan to'liq birga ta'minlagani uchun ancha elektr energiyasi tejalyapti. Quyosh panellarining o'rnatilgan maydoni 6075 kvadrat metr bo'lib, universitetning barcha fakultetlariga shu tartibda quyosh panellari o'rnatilishi belgilangan. Nigora Imomqulova, Xo'jakeldi Safarov, Sirdaryo yoshlar.